Bir yosh yigit tijorat boshlab, kichkinagina bir uyda turar edi. Katta bir uyda arzon pulga sotib olishga imkon tug'ilib qoldi. Uncha puli yo'q sotib olgani. Nima qildi? O'ylandi, bankdagi bir nasroniy tanishining oldiga bordi. Bank foizsiz pul bermasligini bilsa ham boraverdi. Borib pul so'raganida haligi nasroniy kishi aytdiki, "Oshna, sen musulmonsan. Bank foizsiz pul bermasligini bilasan. Seni dining bu narsa harom" dedi. Haligi yigit aytadi, "Yuzimga shapaloq bilan urgandek bo'ldi. G'ayridin odam menga dinimda ta'lim beryapti menga." Shu yerda nima dedi yigit? Nasroniy odam menga ta'lim beradimi? Tashqariga chiqib o'ziga ta'sir qilib aytdiki, "Vallohi Robbim kerak emas bu uy" dedi. Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman dedi. Qalbi ezilgan holda do'koniga yetib keldi. Do'koniga yetib kelsa, qarang, bir do'st kutib turgan ekan. Og'ayni yarim soatdan beri kutyapman. Falon mamlakatga faloncha yil ishlagani ketyapman, faloncha pulim qolyapti. Senga tashab ketaman, kerak bo'lsa ishlatib tur. Xat kelganda berasan. Allohning javobi birodarlar yarim soatga qolmadi. Nima degan edi bola? Parvardigor, kerak emas bu uy. Eski uyimda yashayveraman, ammo senga osiy bo'lmayman deganmidi? Birodarlar, har qanday imtihon uzoq bo'lmaydi. Juda ham qisqa bo'ladi.